Assalomu alaykum ustozlar. Mana bunaqa slaydlarni prezentatsiyalarda kitobcha qilib chiqarish uchun nima qilish kerak? Buni hozir printerdan chiqarmoqchi bo'lsam, bu yerda kitobcha qilish biroz murakkabroq, qiyinroq bo'ladi. O'shaning uchun buni oldin PDF formatda saqlab olib, PDFda saqlaymiz. Рабочий stolda saqlab olib, mana PDFda saqlanib ochildi. Bizga buni kitobcha qilish uchun PDF Adobe Reader dasturi kerak bo'ladi. Adobe Reader mana bu programma. O'shanda ochaman Adobe Readerda. Endi pechatga beraman. Mana bu yerda demak ko'rsak, kitobcha qilish funksiyalari bor o'zida. Mana bu broshura. O'shani tanlab, bu yerdan толка листовая birinchi tanlaymizda, pechat mana bu yerda robotga pari mana buni ham tanlab qo'yamiz, galcha qo'yib, keyin pechat buyrug'ini beramiz. Qog'oz ikkinchi tomoni chiqqandan keyin qo'yib, толка тильная страницani tanlab, yana pechatga berishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda 64 ta listda, 64 bet. Buni demak 16 ta listga chiqarib beradi. Kitobcha qilib. Bu programma internetdan yuklab olsangiz ham bo'ladi yoki Telegramdan tashlab qo'yaman. deb olsangiz bo'ladi. Mana bu programma. Adobe Reader. Qanaqa kitobcha qilib chiqarsa bo'ladi. Bu yerda Word'dagi narsalarni ham, Word'da yozilgan narsalarni ham siz PDFda saqlab olib, keyin xuddi shu tarzda uni ham kitobcha qilib chiqaraversa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.